Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda biz qanday qilib Telegram starslarni bepulga qo'lga kiritishni, Telegram hadyalarini bepulga olishni ko'rib o'tamiz. Bu mavzular bo'yicha bizda turli xil 4 ta yoki 5 ta yoki undan ham ko'proq video darslarni kanalimga joylab qo'yibman. Kirib, ko'rib foydalanishingiz mumkin. Haligacha ancha vaqt o'tsa ham haligacha bu usullar ish berib kelmoqda. Isbotlarni video davomida ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, savollarga javob berib, hammasini batafsil tushuntirib beraman. Mana ko'rishingiz mumkin, bizga tashlab berilgan, ya'ni 11-sentyabr kuni, 2-oktyabr kuni, 4-oktyabr kuni 15 talik hadyadan qabul qilib olganmiz va 13 ta yulduzga aylantirib olganmiz. Xo'p, bu admin profili o'chib ketgan. Hozir mana 4-oktyabrda o'chirilgan yangi admin profili bo'lgan. Bu holatga bugungi kunga nisbatan 11 kun bo'lgan bo'lsa, mana bugun yangi, mana foydalanuvchi nomi 11 kun oldin yangilangan deyapti va bugun bizga mana yangi chiqarishni amalga oshirganmiz. 17-oktyabr 2025-yil. Mana ko'rishingiz mumkin. Bugun chiqarib oldik. Hozir ko'rsatadigan botimizdan bundan tashqari mana boshqa botlardan ham, oldingi videolar botlardan ham mana oxirgi chiqarganimiz 16-oktyabr 10:58 da chiqarganmiz. Undan oldingisi 7-oktyabr. Undan oldingisi 4-oktyabr. Xullas to'lab kelmoqda. Oldingi videolarni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Endi bizga mana shu bot kerak bo'ladi. Video описаниесida, kommentariyasida, Telegram kanalimizda havolalari bor, o'tib ko'rishingiz mumkin. Savollar bo'lsa, meni Telegram profilim havolasi описаниеda, spamlar uchun admin botimiz описаниеda, savollar, xizmatlar uchun. Xo'p, endi mana kirganimizda start bosamiz. Sizlarda start bosganlaringda 3 ta kanal taklif qiladi. Bularga obuna bo'lish kerak. Obuna bo'lasizlar, tasdiqlaysizlar obunani uchala kanalga yoki botga. Xullas 3 ta link beradi. Obuna bo'lganingdan keyin shu holat chiqadi sizlarda ham. Keyin mana shu 3 ta menyu ochiladi. Birinchisi bu заработать звезды, ya'ni yulduz ishlash. Buni bosamiz. Mana bizga kanal taklif qiladi. Mana bu kanal. Shu kanalga podpiska bosishimiz kerak mana. Mana buni yo shuni bosib, mana bosganimizda mana obuna bo'lganmiz. Podpisatsiya kanal bosamiz. Mana obuna bo'lganmiz. Endi bu yerdan favoritni bosamiz. Bosganimizda mana tasdiqlandi. Yana bitta kanal beradi mana. Qo'shil so'rovni bosamiz. Endi yana favoritni bosamiz. Mana. Xullas mana shunday qilib 0.25 yulduzga ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi yana do'stlar ko'plar uchun tezroq pul ishlamoqchi bo'lsalaring, mana bu usuldan foydalanishni tavsiya qilaman. Ya'ni referal orqali asosiy daromad mana shundan keladi. Hamma botda ham xuddi shunday. Mana referal orqali men 63 ta inson taklif qilganman. Endi bunaqa savollar juda ham ko'p kelyapti. Men 10 ta odamga yubordim, lekin balansimga yulduz tushmayapti demoqda. Bunda har bir referal uchun bittadan beradi. Hozir video davomida yana 2 ta botni ko'rsataman. Bittasi referal uchun 2 tadan stars beradi, bittasi 3 tadan stars beradi. Xo'p, siz kirgan inson havoladan kirganda ularga ham siz obuna bo'lgan kanal kabi kanallarga obuna bo'lish tavsiya qilinadi. Mana shu obunani tasdiqlagandan so'nggina obuna bo'lib, tasdiqlagandan so'nggina undan o'sha ayolmisiz, erkakmisiz, ya'ni jinsini so'raydi. 2 ta savol beradi xullas, robot emasligini tasdiqlash uchun. O'sha savollarga javob bergandan so'ng sizni balansingizga yulduz qo'shiladi. Keyin qo'shiladi, bo'lmasam qo'shilmaydi. Shuni yodingizda tutinglar. Shunaqa qilib chiqarib olsa bo'ladi. Endi asosiy nimamizga keldik, ya'ni yulduzni chiqarib olish. Buning uchun biz mana bu tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Mana ввести звезды bosamiz. Menda 6 butun 125 starsim bor.
minimal 15, maksimal 5 mingtagacha yulduz chiqarishimiz mumkin. Ko'ngilni xotirjam qilib bemalol chiqarishingiz mumkin. Albatta to'lab beradi. Faqat ozgina kutasiz. Mana shu havoladagi botda, ya'ni men hozir ko'rsatayotgan bot 2 yoki 3 kunda yoki o'sha 24 soatdan 48 soatgacha tashlab beradi yoki 3 kunga cho'zilib ketishi mumkin. Lekin albatta tashlab beradi. Mana yuqorida ko'rsataman. Men qachon qo'yganman? Bugun 17-oktyabr bo'lsa, mana 16-oktyabr kuni qo'yibman. Bugun video boshida ko'rsatib o'tdim. 4:38 dami? Soat 4 da tashlab bergan. Xullas, mana shu botdan shunday qilib chiqarib olamiz. Ya'ni masalan 15 tani bosamiz. Bizga tasdiqla deydi. Tasdiqlaymiz. Shunaqa qilib chiqarib olamiz. Demak, keyingi botlarga o'taman. Keyingi botimiz bu. Bunda ham xuddi shunaqa, faqat har bir do'st uchun bizga 2 tadan yulduz beradi. Oldingi aytgan qoidalarim bu uchun ham o'rinli. Yulduz chiqarish uchun zvezdini bosamiz. Mana 26 ta, 25 tani bosaman. Qabul qilishni bosaman. Kanalga obuna bo'l deyapti. Bo'pti, mana. Obuna bo'lishni bosaman. Ya'ni bitta zadaniya bajar deb qolishi ham mumkin. Mana pointni bosamiz. Mana endi zvezdini bossak 25 tani bosamiz. Zaявка на вот создана deyapti. Endi shu holat chiqqanda mana bu havolani ustiga bosamiz va ustiga bosib xabar yuborishimiz kerak. Mana bundan ham anchagina bizga jo'natilgan, mana ko'rishimiz mumkin. Agar sizda ham yulduz tashlab bermasa, mana nuqta jo'nataman. Nuqta jo'natganimdan so'ng mana onlayn turibdi, hozir tashlab beradi. Shu yerda o'zida ham kutib turaveramiz. Mana nuqta jo'natdim. Qaytamiz. Yana botga qaytganimizda yana ввести звездini bosamiz va 25 tani bosamiz. Qaraymiz, mana zaявка создать bo'ldi. Hozir mana tepadan bildirishnoma keladi. Tashlab beradi hozir. Mana tashlab berib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, yana bir ma'lumot. Telegram Starsni mana bu hadyasini 5 kun davomida yulduzga aylantirmasangiz, buni qaytib yulduzga aylantirib bo'lmaydi. Mana yulduzga aylantiramiz. Ko'rsatib o'tyapman yulduzga aylantirishni. Mana bo'ldi. Muammo yo'q. Xo'p, endi bizning o'sha mashhur botimiz yana. Ya'ni mana shu bot bizda mana robot emasligimizni tasdiqlash uchun mana shunaqa savolchalar beradi. Shular belgilab tasdiqlashimiz mumkin. Mana ko'rishimiz mumkin. Tasdiqlaymiz. Bu yerda ham bu referal uchun 3 ta. Mana referal uchun 3 ta stars beradi. Hop, yulduz chiqarishni bosamiz. Yulduz chiqarishni bosganimizda endi 36 ta yulduz bor. Buni ham 25 tasini chiqarib ko'rsatib beraman sizlarga. Mana sovg'ani tanlaymiz. Mana tanladik. Mana tepaga qarab turamiz. Mana shu zonaga hozir bildirishnoma keladi. Video cho'zilib ketyapti, lekin foydali bo'lyapti degan umiddaman. Mana keldi. Kirib ko'ramiz. Mana yulduzga aylantirib olamiz. Xullas, mana shunaqa uchala botni ham havolasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalini uchala botni ham havolasini olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, barcha savollarga javob berdim deb o'ylayman. Video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram Premium va Telegram Starslarga bundan tashqari turli xil sovg'alarga, turli xil konkurslar o'tkazib borilyapti. Kirasiz, homiy kanallarga obuna bo'lasiz va mana bu quticham ustiga bir marta bosganingizda siz mana shu konkurslarda g'olib bo'lib Premium yoki Starslar yutib olishingiz mumkin. Bundan tashqari turli xil havolalar, yangiliklar, qiziqarli kommentariyalar, foydali narsalarni qo'limdan kelgancha joylab boraman. Biz bilan Telegram kanalimiz opisaniyasida, YouTube kanalimiz opisaniyasida va videolar opisaniyasidagi Telegram havolalar orqali bog'lanishingiz mumkin. Bu yerda mana isbot kanallarimiz ham berilgan 100% ishonchliligini aniqlash uchun. Albatta video yoqdi deb umid qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lib qo'ying.